Bo'ldi. Mana azamat. 5 yildan beri qo'lim ishlaydi, bepul. Pul so'ragan yo'q shu yigit. O'g'lim, ishdan qo'rqma jo'ra. Tushundingmi? Lekin borku, bizlar bir kunlik ishga bormaymiz, doimiy ish bo'lsa boramiz, to'g'rimi? Shunday, ha, biz bir kunlik ishga o'ylab qolgan joyimiz yo'q. Doimiy ishda zavodga ishlaysan, jo'rajon. Bizda ish kunbay, mazza qilib dam olib ishlaysan. Tushundingmi? Men bilan har kim ham ishlamaydi jo'ra. Tushundingmi? Ha. Borasanmi? Boramiz-a? Bo'ldi, boramiz. Bo'ldi. 20 boradi ekanmiz. Qarab o'tiramiz kelishni. Bo'ldi aka, boramiz, biz rozi. Bo'ldi. Ketdik. 20 balandga yurganmiz. Mana shu ustom-a? Ye. Mana 3 oy oldin zalogida olib, ishingizni bajarib beraman deb. Ya shu odam ko'rmasin dedim-da, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima gap aka? 3 oydan bo'lsa kutaman men sizda ishini bajarib beraman dedingiz. Qani siz? Odam azamat qara, odamlarni ichi tor bo'lib ketyapti. Bizlarni 5 oy, 6 oy, 1 yillab kutyapti odamlar. Odamlarni ichi ham tor bo'lib ketyapti. Nech pul zakot bergansiz? $500 olgansiz mendan. Shloshka qilib beraman deb. Odamlardan biza $1000, $2000 olgan joylarimiz bor. Nima ishingiz sizniki ishingiz? Shka turka? Shika turka? Bo'ldi. Shika turka qilib beramiz. 3 oydan keyin borib shika turka. Usta bu, mana shu bog'ni oldik. Enangni ko'rdim boqqa, ikki ko'z yong'oqqa ekanda, ha? Bu bog' yomon katta azamat. Buni qanday suv qo'yasan, qanday ishlaysan, yomon katta bu. Xavotir olmang, traktorlar bilan amallaymiz. Bo'lmasa o'zingning nomingni qo'y. Azamat bog'laridir. Mana qo'yganman. Azamat, bog' ham yomon katta-da. Gap yo'q lekin. Yaxshimisan jiyancha? Yaxshi. Shu nimadir esingdan chiqmadimi hozir? Yo'q, chiqmadi. Aniq. Aniq. Dadang shu abed bo'ldi, ustoladi chaqir, qo'llarini yuvsin, ustola demadimi? Demadi. Aniq. Bo'pti, soat necha bo'lib ko'rib kelgan menga aytsan, ayt tezki. Azamat shu bugun abed bo'lmaydi o'xshaydi menimcha. Azamat, bu dengizda o'liga bir mazza qilib ishlaymiz degan eding. Bu nima ahvol jo'ra? Usta bu, nima uchun olasiz? Qarang buni chiroyligini, Turkiya dengizlariga o'xshaydi. Azamat, cholni ko'rib bobom deysan-da. Ko'tar, men ishlamayman bu ishingni. Usta bu, hamma ish qatori beton ishida. Ko'tar beton-pitoningni. Ishlasak pul olamiz-da. Ko'tar pul-mulingni. Pul berar ekanmi? Pulni olish kerak lekin jo'ra. Dada, rasvor boku sizga udarida olib keldim. Qarang buni. Ko'tar bir loy poyingni. Men bunaqa loy bilan ishlamayman. Usta bu oddiy loy emas. Sogda qurilish korxonasining betoni bu. Xo'sh, usta bu korxona Samarqandda birinchilardan bo'lib beton ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. qani? Bu loyingni nimaga kam jo'ra? Umuman nimaga kam? Tuz solinmagan bunga. Usta bu 200 markali beton, hammasi joyiga. Ishni qilaylik, bahona qilmang. Ya jo'ra. Meni yelkam qotdi jo'rajon. Usta bu o'zimizni priyomni qilib kelaymi? Bo. Faqat hech kim bilmas o'xaymi? Azamat umuman ta'sir qilmadi bu ishing. Suv ham qo'ydingmi? Ustiga suv ham? Yo'q. Bor quyib kel, aytdim men nima yomg'ir yog'mayapti deb. Bor. Usta bu hammasini chiki qilib keldim. Mana bu ishing boshqacha bo'ldi-da, jo'ra. Mana qara, bitta mana bulutlar kelyapti. Bitta yomg'irchi yo'qsaydi, ketaversan shu. Dada, usta bog'ni olib kelyapman. Qani kengizlar qani? Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz? Ha. Qara, qirib olasan hozir bir oltini. Kim edi bularing ey? Yozda zontik jovun olganman qara. Qayerdan topib kelding? Bir ustaga ham o'xshamaydi. Qara. Dada ko'chada ish izlab yurgan ekan bu usta bog'lar. Olib keldim keyin tavakkal. Otim tavakkal deb ko'chada ko'rgan odamni olib kelaverasanmi? Haydaver ayaqa. Azamat, men ketdim. Shoshmaz usta bu, shoshmaz. Ish bor hali sizlarga, dada, maytarata yuringizlar. Tavakkal, bu uyga o'z nima ish qilamiz? Usta bog'jonlar, mana bu yerga chiroyligina stajga qurish kerak. Qanaqa stajga quradi? Borasan, eski mixlar olib kelasan, to'g'rilaydi, keyin boshqa ish qiladi.
Tavakkaljon, bu uy kimniki o'zi? Uy menikida usta bog'lar, borib ishni qilaveringizlar. Bu uy meniki. Nimani aytsam shu bo'ladi. Bor mixlarda olib to'g'rilasin. 100% egrida bu Azamat, qara. Nima Azamat, shunaqangi ham ish olasanmi? Mixcha to'g'rilayotgan ham ish olasanmi? Biza ishlaganimizda pulni kim beradi? Ota beradimi, o'g'il beradimi? Tavakkal beradi pulli. Tavakkal qilma, Azamat. Usta bu. Mana bu mehchi qaysi tomonniki? Mana Azamat kallani ishlat. 3 pasga qaraganki, pastlikida. Yoshdasan. Ey, qayerga ketyapsan? Dada usta bog'larga tarvuz olib beray, maza qilib yuvasin. Va qanaqa tarvuz? Hali bir ish qilamiz. Ish qiladi, keyin tarvuz yeydi. Azamat. Bitta bahona qilib ketmasak bo'lmaydi bu uydan. Nimaga? Qara, bitta tarvuz deb shuncha g'avg'o. Bulardan pul ololmaymiz jo'ra. Ketaylik. Ustalarga osh-posh qilib beraman deb yotma. Makinam pishirib berasan, shuni jevra. Tushundingmi? Dada, sharmanda qilmaylik. Ha, usta bola qayoqqa? Biza ketmasak bo'lmaydi, ha, Azamat? Ketamiz. Biza ketamiz jo'ra. Usta bog'lar nima ketyapsiz? Tinchlikmi? Ha, ichkaridagi mixlar kim to'g'rilaydi? Bu o'ylaringga svetdan qazlaring bormi? Ha, svet pul to'lab qo'ygan vaqtida. Ha, suvdan qazlaring bormi? To'langan ha. Ha. Yer solig'ini to'laganmisizlar? Soliq kim to'laganmidi? 5 million qolgan dada. Ha, qarz ekanmiz. Ana, yerni solig'ini to'lamagan xonadonga ishlamaymiz biz. Ketdik Azamat. Ha, nima farqi bor sizlarga? Soliqdan qarzma ishlaverdi ishingni. Yerni solig'ini bermagan bizlarni pulimizni beradimi? Ko'tar ishingni, ketdik.